Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bizda bugun shunaqa qaynom. Nima qilyapsan? Yig'ishtir premyer efiringga, uyga yurgin dedim men senga. Hozirda avvali shunaqa zo'r samasut bo'ldi qizlar o'rtasida. Menimcha yaqinda Telegramlarga ham tarqab ketadi. Ada, nima qildingiz? Uyga yur. Hozir. Kertes. Ha? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Buningga umuman telefon ishlatish mumkin bo'lmagan, qat'iy nazorat bilan o'qitadigan maktab top. Bugunda o'zida. Qizimning maktabini o'zgartirmoqchimiz. Shunga sizni maktabingizda tartib, intizom va ta'lim sifati qanaqa? Bizda kelajak school maktabimizda tartib bilan ta'lim bir vaqtning o'zida olib boriladi. Maktabga kiraverishda nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilarning telefoni ham bir vaqtning o'zida yig'ib olinadi. Maktabingiz qanaqa yo'nalishlarda ixtisoslashtirilgan? Maktabimiz matematika, ingliz tili, IT va deyarli hech qaysi maktablarda yo'q, arab tiliga ixtisoslashgan. Bizda har oy o'tkaziladigan olimpiada bor. Bunda o'quvchilar o'z bilimini sinab ko'rishadi. Bu olimpiadamiz sovrinli olimpiada hisoblanadi. Sizni maktabingizni mumkin ilovasidan ko'rib keldim. Shuncha bilim, shuncha tartib, intizom, yana 3 mahal issiq ovqatlari bor ekan. Bularning hammasiga to'lov qanaqa bo'ladi? Kelajak school maktabimiz oyiga 3 million 600 bo'lib, mumkin ilovasidan kelgan har bir o'quvchiga yil oxirigacha 2 million so'mdan qilib beramiz. Voy, buncha yaxshi. Buning ichiga gimnastika hamda ITlar kiradi. Ko'p ota-onalarni qiynaydigan maktabga tayyorlov, ya'ni pachimuchka bizda 1 yoki 3 kun emas, aksincha haftada 5 kun 8 dan 5 gacha. Hurmatli ota-onalar, oylik to'lovi 3 million 600 ming so'mdan bo'lgan Kelajak School maktabi bugundan boshlab yilni oxirigacha 2 million so'mga tushirildi. Faqatgina mumkin ilovasini yuklab olganlar uchun. Farzandingiz kelajagiga befarq bo'lmang. Ha, aytgancha maktabni to'liq manzilini, ya'ni lokatsiyasini mumkin ilovasidan topasiz.